Ko'p kishi savol berishadi. Doston, yangi Mo'g'lon turar joyda podvalni kvadrati nechi pul degan savolni juda ham ko'p berishgan, kommentariyada ham yozishgan. Sizlarga men bitta narsani aytmoqchiman. Yangi Mo'g'lon turar joyda podval yo'q. Ya, hazil. Qaranglar, minus birinchi etaj bu. Podval deganda bilasizlar, akoshkali, kichkinagina holatda tushunishadi. Lekin yangi Mo'g'lon turar joyda podval unaqa emas. Podvalni bemalol sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Podval oynalarni ko'rsataman, ko'rib turibsizlar. Oynasi birinchi etajdagi holatida qurilgan. Ham sifatlari ham kачественный holatda qurilgan. Hech qanaqa zax yo'q. Sizlar bilan ichkarilarni tanishamiz, ketdik. Podyezdga kirib kelishimiz bilan birinchi etajga zina bilan teparoq chiqasiz. Minus birinchi etajga pastga tushamiz. Kelavering. Men sizni uy bilan tanishtiraman. Bu minus birinchi etajimizda bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, buni ichkaridagi remontlari bilan tanishamiz. Ko'rib turganlaringizdek, aboylar qilingan. Ataplena qo'yilgan, montajlab bo'lgan, gilamlar qo'yilgan. Bu bizning hozirgi sotuv ofisimiz. Ofis bilasizlar, ko'chada edi. Hozir birinchi podyezdga o'tkazganmiz. Sotuv ofisimizda birinchi etajda, minus birinchi etajida. Xullas kelinglar. Kirib kelganimizdan bu bitta xonamizda ko'rib turibsizlar, buni ham patologlarni nadujnoy patolog qilingan. Ichkari aboylar tayyor bo'lgan. Yana bitta muhim narsani ko'rsataman. Aka, uzr, sizlar xalaqit berdi. Ko'rib turibsizlar, ichi romlarning ochilishini ko'ryapsizlarmi? Baland holatida. Bu minus birinchi etaj. Yana qaytarib o'taman, birinchi etaj emas, minus birinchi etaj. Bemalol ko'rib turibsizlar. Quyosh nuri yaxshi tushib turadi. Ham uyda yorug'ligi yarimta akoshka emas, to'liq ko'rib turganlaringizdek romlarni qo'yib qo'yishibdi. Endi sizlar bilan ikkinchi xonasini ham tanishamiz. Bu minus birinchi etajimizda 61 kvadrat 3 xonali uyimizda. Birinchi xonani ko'rdik, endi ikkinchi xonani tanishamiz. Ikkinchi xonaga shunday kelganimizdan ko'rib turibsiz, aboy qilingan, nadujnoy patolog, oynalari buni ham ko'rib turibsizlar, baland holatida qo'yilgan. Tezroq keling, kadrlarni ko'rsatay sizga. Kirib kelganimizdan tualetimiz, unitazlarimiz ham yaxshidan qo'yilgan, arestonimiz qo'yib qo'yilgan, rakvinalarimiz ham o'zi ham mos holatda qo'yilgan. Endi sizga dushni ko'rsataman. Ko'rib turibsiz, dushda ham ataplenalar qo'yilgan. Asloniy bitta narsani aytib o'tasizlar. Ko'p kishi so'ragan ekan kommentariyada. Mana buni ustida hozir bilasizlar-ku, unaqa yopishtiradigan chiqqan. Nima deydi nomini? Mendan ko'ra yaxshiroq bilasizlar. Unaqa emas. Bu chista kafilni o'zi. Hammasi kafil bilan yopishtirilgan. Xonaga o'tamiz. Bu oshxonaga o'tadigan xonamiz. Buni ham hozircha sotuv ofis qilib qo'yganimiz uchun shunaqa remont qilib qo'ydik, lekin hamma minus birinchi etajlarimizda xuddi shu holatda bo'ladi. Aboyda aytib o'tganimizdek, o'zingiz tanlaysiz, o'zingizga mos qilib aboylarni yopishtirib beramiz. Kuxnanikini ko'rsataman. Kuxnani oynasi ham ko'rib turibsiz, baland holatda quyosh tushib turadi. Buni kafillari qilingan, ataplena qo'yilgan. Svetdan yoqqa svetdan bor ekanchida. Har safar sizlar svet bilan ko'rsata olmaysiz, bugun svet yoqib ko'rsataman, ko'rasizlarmi? Shuning uchun ham bittagina podpiska bosib, like-dan bosib qo'ysanglar, yangi Mo'g'lon turar joydagi hamma jarayonlarni ko'rsatib boramiz. Charchamaylar.